havoning iflosligiga shikoyat qilyapsizmi? Hozir siz bilan toza havoda kechgan yoshlikni eslab, shirinliklarni yeb ko'ramiz. Shirinliklar kofe bilan zo'r ketadi-yu. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga chegirma bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan Regno shirinliklari Raffaello shirinliklari bilan sifati bir xil ekan. Sifatiga gap yo'q. Kenayimga sovg'a qilsangiz, xursand bo'ladilar. Kazinakilar. Kazinaki mahsulotlarimiz esa quvvatga boy. 8 xil yong'oq solingan kazinakilarimiz bitta kosa ovqatingizni quvvatini bera oladi. Bizning nomimizdan borib 400 minglik shu mahsulotlarni xarid qiling va 3% chegirmaga ega bo'ling. Har doimgidek shirin mahsulotlarni shirin makondan topasiz.